Ana Najmaga ham to'yni qo'yaman, o'tda hamma bo'lgan. Ha, ergash o'tir o'zingna. Asli qo'yib berib chiqib ketaman, mollarga qarashim kerak. Qo'y. Voy dadajon, sizmi? Amaqim qattiq uchardi o'sha paytlarda. Ergash, bu joy o'tqiz bor. Voy qarang, sarpa hovlilar. Qizli uya. Ha, oshxonalar ham buzilib ketdi. Ya samandarni bilatirganmiz u. Pochchani opam, qop-qora xabash bo'lgan. Yerga o'tirsizchi? Yo, hozir ketaman, mollarga qaragan. O'sha baytiracha xizmat qilgan ekanmiz. Yosh bo'lganmiz-da. Qarang, yuzimiz qarang. Opa, qochim sovxozda ishlagan bo'lsalar ham stolni zo'r qilgan ekansizlar. Voy opa, paxta gulli pilalaringizni qarang. Hammasi sinib ketdi. Oyi, qarang, o'shanda ham matbubi bolalar bilan chiqqan ekan, bez. Menga o'xshatgan. Mayli, Aziz. Kim edi bu? Matlub opani o'g'illari ko'p. To'g'risi ham de, kelinlari ham shunaqa. Mayli, mana o'tira qoling. To'xtang, adasi. Men ketdim. Ya bog'ing qani? Balandroq qil, achcho'la. Nima deysiz? Ha? Voy, onamni qaranglar. Voy, anu hakim pammi? Men ketdim. Ya assalomu alaykum. Ya Sobir aka, Sobir aka keldilar. Tut xola. Voy, nega yig'laysiringlar-ku? Yosh bo'lgan ekanlar o'sha payt. Adasi, qarang, valsga chiqamiz. Adasi. Azza qilamiz. Ey Tohir aka, turing ketdi. Ko'rmaymizmi? Ergash qo'yib. Oila muqaddas qadriga yetaylik har nafas.